Qiyshaygan stalba mashinaning ustiga yiqilsa, zarar kim tomonidan qoplanadi? Biladiganlar kommentariyaga yozinglar. Qaranglar, urvinini yo'qotgan 100% rekord darajadagi hozirgi stalbani ko'ryapman. Shunaqa xavfli ahvolda turibdi, visokiy liniya. Ko'ryapsizlar. Bundan og'ir ahvollarini ko'rganman-ku, lekin u beton stalba bo'lgani uchun men videoga olmaganman deb buni ko'ryapsizlar. Ikkita simda turibdi. Sim qachondir stalba san bo'shsan desa, bo'ldi, stalba yerda yotgan bo'ladi. Juda ham xavfli ahvolda turibdi. Men uchun qiziq bo'layotgan narsa, xuddi shu mashinaga, например, yiqilsa-da, mashinani egasi zarari qoplaydimi yoki shu stalbani o'rnatgan odammi? Nima deysizlar? Bitta kommentariyada fikringizni qoldiringlar. Men uchun ham juda ham qiziq ma'lumot bo'ladi. Kim tomonidan zarar qoplanadi yoki kimdir to'g'rilab beradimi bu narsani yoki mashinani egasiga qoladimi? Nima deysizlar? Sizlar ham bundan ham og'ir stalbalarni ko'rganmisizlar, ko'rmaganmisizlar? Qiyshuvlik darajasi bo'yicha bu rekordga kiradimi, kirmaydimi? Nima deysizlar? Yoki telefonim qiyshuvmikin, yo qiyshuv videoga olmam. Qani to'g'rilab ko'ringchi? Yo, baribir to'g'rilanmayapti-da. Nima deysizlar? Bitta fikringizni kommentariyada qoldiringlar.